ustma qattiq jarayonida o'rdirmadik. Tonna bosadigan payt o'rdirmadikda. Ikkinchisi, o'sha ekadan mahsulotni urug'ni naviga, uchinchisi gabariti ham mana katta. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 16-iyul hafta kuniga payshanba. Xo'p, bugun 16-iyul yozdi yarmi, teng yarmi. Mana 75 sotik joyimiz silos variantiga obzor qilayotgandik bu yerda. Xudo xolasa siloslarni yig'ishtirib, o'sha takroriyda ekib ham qo'ydik bugun. Xo'p, sarf hisob qiladigan bo'lsak, xo'p, silos rosa 30 tonna silos qildi. Uni 700 so'mdan bir joyga sotdik. 21 million daromad bo'ldi. Rovna 21 million daromad bo'ldi. Endi undan minus qilib tashlaymiz. O'sha videolarimizda bor 10,5 million rasxod qilgandik. 10,5 million rasxodni minus qilib tashlaymiz. Plus 1,5 million kombayn, 1,5 million mashina dastlabkilarga 3 million yana ketgan bo'lsa, 13,5 million rasxodni minus qilib tashlaymiz. 21 milliondan. 7,5 million daromad bo'lyapti 75 sotikdan. Undan bor soliqqa 1,5 million yana minus qilib tashlasak 6 million. 6 million daromad bo'lyapti. 6 million daromad 75 sotik 80 sotik joyga kam. Kam bo'lgani sababi ayb o'zimizda. Men o'zimda tajriba yo'q. Birinchi asosiy ayb o'sha makkani ekayotgan paytimiz rushnoy apparatda ekanmiz. Hop, orasini 6-7 ga tashab ketgan, ba'zi bir joylarga 3 donadan, ba'zi bir joyga 2 donadan tashab ketgan. O'sha qimmat urug'dan ekkanmiz. 2 pachka ekkanman. 100 dollardan 220 dollarga ekkanman. O'sha rasxod ko'paydi. Ashayda bitta ayb. Qalin bo'lib qolgani hisobiga yer incha kuchli emas. Makka jo'xorining tanasi kichkina bo'lib kelgan. Kichkina bo'lib, dumbillari ham yiriklashmadi. Makka urug' toza bo'lgani bilan yer bilan o'sha qalinligini hisobiga kichkinaroq bo'lib qoldi. O'shani hisobiga daromad, ag'da rasxod ko'paydi, bag'da daromad pasaydi. Keyingisi u makka jo'xorini o'zimizga qarashli insonga va'da qilganimiz uchun, o'zimiz chorvalarga boshqa yerda joyimiz bor. Buni va'da qilganimiz uchun o'sha ustma qattiq jarayonida o'rdirmadik. Tonna bosadigan payt o'rdirmadikda, o'sha kakpolojna silos arzidigan payti, makka jo'xori qotgan payti o'rdirdik. O'shani hisobiga kilo ham kelmadi, bag'dan ham yutkizib, o'sha daromad har tarafdan yutkizib, mana 6 million daromad bo'lyapti. 75 sotik joydan. Endi bo'laveradi, Xudoga shukr. Mana soliqini ham chiqarib tashladik. Ikkinchisiga takroriga ekib qo'ydik. Bu yerga o'sha mayani vtoroyini 6000 so'mdan prostoy urug'ni ekdik. Beyda ham oxirida itogahini ko'ramiz. Prostoy urug'ni ekdik. Traktor ekib, mana 60 ga ocharni olib chiqib ketdi. Kunasi yo'q qilib ochar olib chiqib ketdi. Bu safar endi rasxod kamaytirib, itogani ko'ramiz, qanaqa natija bo'ladi. Endi tavsiya qilaman, silosni yaxshi pulga sotaman deganlarga o'sha tana ho'lligida, suv qochmaganligida o'rdirib, kilo bosadigan payt sotish kerak. Bo'lmasa incha natija bo'lmaydi, daromad bo'lmaydi. Endi o'ziga chorvasiga bosib olaman desa, o'sha kakpolojna ustma qatiqdan o'tib, makka o'sha qotayotgan paytda o'rdirgani yaxshi. Hozir endi bizda tajriba yo'q. O'zim birinchi ekishim, lekin men Shokir akam bor dehqon. Uni ham hozir poliyasini ko'rsataman. Uni makka jo'xorisini ko'rsataman. Don variantiga ekilgandi. Mana bu joy o'sha dehqon Shokir akamning poliyasi, don variantiga ekkan, mana makka jo'xori. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, meni bo'yim 1.71. Meni bo'yim 1.71 bo'lsa, dumbi solgan joy mana mendan balandda solgan. Mana dumbilni holat mana o'sha don variantiga Xudo xolasa yaxshi qaraldi. Mana makkani haligisi. Gabariti ham mana katta. Qo'l yetmayapti. Mana har bittasida bittadan o'sha bo'larman dumbil bor. Mana bir donadan. Xo'p, makkamiz tanasi ham mana boshida video qilganimizda
qo'lda nimaga ehtiryapsiz deganlarga mana javob mana har 15 santimetrda 2 donadan mana. Mana natijasi Xudo xolasa effekti ham yaxshi bo'ladi. Endi Shakir akamda tajriba bor, ishlovini qildi. Mana natijasi zo'r Xudo xolasa. Endi makka jo'xori ekishda, boshqa dehqonchiliklarda ham avvalo Xudodan so'rash kerak, keyin o'sha birinchi ochirtda ekadigan joyga ishlov berish kerak. Ikkinchisi o'sha ekadan mahsulotni urug'ni naviga, uchinchisi o'zini tajribasiga ham suyanish kerak ekan. Uchovi jam bo'lib, uchovini baravar olib ketsa, Allohdan so'rab natija bo'lar ekan. Hammani ham dehqonchiliklarga baraka tilagan holda o'sha 21 kunlik makka jo'xorimiz bor deb video qilganman, negativ ko'payib ketadi. Shu makka jo'xorimizni hozir videosini chiqaramiz. Ko'rasizlar natijasini. Mana o'sha oldingi videoyimizdagi makka jo'xorimiz 21 kunlik makka deb video qo'yganmiz. O'sha makka jo'xorimiz hozir rosa 46 kun bo'ldi. Bugun 16-iyul. 46 kunlik makka jo'xori mana tanalari bo'yi gideti 2,5 metrga bordi. Mana makka jo'xorimiz 1 marta dori solindi mana shu makka jo'xoriga. Endi bu darajada rivojlanishiga sabab bu makka jo'xorimizdan oldin bu yerga qulupnay ekilgan, qulupnayga yaxshi ishlov berilgan. O'sha qulupnaydan keyingi o'sha yerning kuchi mana shu makkani o'sha darajada rivojlantirib yubordi. O'sha payt negativlar ko'proq bo'ldi. Endi mayli, e'tibor berganingiz uchun rahmat. Haligi bizga buni dehqonchilikda video qilib chiqishda yolg'onlik foydasi ham yo'q, bizga kerak ham emas. O'sha payt yolg'on gapirma degan gaplar ham bo'ldi. E'tibor bermaymiz. Hop, mana makka jo'xorining mana tanalari. 46 kunlik makka jo'xori bir marta o'sha dori berilgan. Xudo xolasa rangi ham shoq tum qora. Hozir syomkada qanaqa chiqyapti bilmayman. Xo'p, bizni kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bugungi syomkalarimizni tugatamiz. Dehqonlarning qadriga yetinglar. Dehqonlarga ham oson emas. Mana issiqlarda o'sha dehqonchilik qilishni dehqonlar tushunadi. Oson emas. Mana ko'rdinglar, 80 sotik yerdan 6 million daromad. Realni aytib chiqarib berdim. 6 million daromad arzimagan pul. O'shancha joyga, o'shanga dehqonlarning qadriga yetinglar. Mana kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hop, Instagram kanalimiz bor. Instagram kanalimizda ham Xudo xolasa chorva hayvonlar sotuvda qo'yib turamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.